ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Narx-navosi mol sifat holati ma'qul kelib qolsa, bemalol behijolat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Bugungi sanamiz 24-aprel sanasi, haftaning payshanba kuni 2025-yil. Hormanglar endi. Aka, charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Mana shuni olib chiqavering. Xohlasa mana 6 bosh birinchi qoringa mollarimiz bor. Yo'q. Bittasi tayyor tuqqan, qolgani yetuv bo'g'oz. Mana akalar bu yoqda mana tayyor tuqqani ham bor. Voy, mashallah. Shu ustida Akalar to'lg'og'i tutib turibdi. O'shaning uchun birinchi olib chiqdik buni mana. Ost solganini ko'ringlar. Joning sog' bo'lsin. Vanna yelan. vanna yelini haqiqiy sut beradigan mol. So'skalarni ham ko'rsating. So'skalar hamma yo'q original akalar. Sigirni eng zo'rini olaman deganlarga mana tavsiya qilib qolaveramiz. Behijolat. Qoringa mana tishini ham ko'rsating. Birinchi qoringa. Hali tug'magan, mana ichki yurak. Voy, joning sog' bo'lsin. Qanday Bushovskiy. Xalq biladi uni nimaligini. Akalar, moling bormi desa bor degida ekanda, joning sog' bo'lgur. Juda go'zal. Akalar, Mana janob. mashalloh. Xudo xolasa bitta mol oladi. Bitta molni sutini beradi, xudo xolasa. Endi akalar, bu haliga nima emas. Tug'urib charchagan mol emas, akalar. Yangi endi birinchi tug'umi, hali buni anchagina bolasini olib, anchagina foydalanasizlar bundan. Xonajoni sog', yeb ichishi zo'r, oyoq qo'li butun, turi, so'skasi ham but, xudo xolasa. Inshaalloh. Mana Qolmani xudo xolasa. sutni ham zo'r beradi-da bular akalar. O'zi mana Bokidan ma'lum, mana buni qaranglar akalar. Uncha mol bunaqa solavermaydi yelinda. Bu narx-navosi nima deymiz endi aka? Ishqibozlariga kelishtirib, yopishtirib, o'zingizga o'xshab gapiravering. Bitta aytamiz aslida. Aha. Kalla olganga bir chipcha razницasi bor. Shularni ham yechaylik. Olib chiqing. Yo'q. Qani olib kelingchi. Jonivorlar. Abror aka, qayerdan topib olyapsiz aka shunaqa mollarni aka? Hozir yetkazibdi aka. Endi bilasiz, mana shunaqa Joning sog' bo'lsin. Nurullo aka juda go'zal va. Mashalloh. Mana bular qarang. Aka bir-biridan sifatli va mana. Bitta sherigi mana shu. Abjobbar aka o'tgan safar chiqargan mollarni qayerga berdilar endi? Samarqandga berdik. O'zimiz shetga sotdik aslida. Sotyapmiz. Andijonga berdik. Qolgan odamlar mol borgandan keyin xursand bo'lishyapti axir. Xolasa o'zimiz olib borib tashlab kelyapmiz uka. Taklifimiz ham. Mana janavor ko'rsating mana. Olib keling dargisini mana. Ikkinchisi bu. Ko'rsating buni. Mana bunisiga 1-2 kunligi bor. Saylari. Ko'ryapsizmi ostini? Bunisi ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa mana. Elini ko'ryapsizmi? Ko'chagani. Voy jonivor. Bag'ni buni ham bering-da. Mana buni. Terisi yubqasidan akalar. Yubqa teri. Bitta ko'rsatib qo'yman. Bular Torting chiqqani? mana shu Ikkovidan ham. Daniya xonojlar. Hurmatli obunachilar. Ochchi. Mana tutaklari ham o'ta zo'r ekan. Zo'r. Haligi Bog'alasa hamma yo'q kelgan. Mana buni ham ostini ko'rsating. Hammasi bir-biridan go'zal. keyin akalar bu ko'rsatib turgan bo'g'ozlarimizni akalar tug'dirib bering desalaring, u yog'iga ham akalarimiz tug'dirib ham berishaveradi. To'g'rimi aka? Bog'alasa Misol uchun endi haligi tayyor tuqqan olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa tug'dirib beraverasiz, to'g'rimi? kallalarni ham oling. Unaqa galishni endi katta uzun kalla bas. Tuxum kalla bu mollarni. Kallasi ko'ryapsizmi? Kallalari ham kichkina kalla. Hamma yo'q o'ziga yarashganda xullas akalar. Qani uchalasini bitta qilaylik orqasini. Tortingchi. Gullari akalar. Jonivorlar. Hammasi birinchi qoringa. Hammasi birinchi qoringa. Shular 2 donadan hammasi. Mana akalar, ostini ko'ringlar. O'ta go'zal. Voy. Ko'rsating mollarni. Voy joning sog' bo'lsinlar. Mana Aslbek. Mana akalar. Ikkitasi mana bitta uku. Xudo xolasa, ashitdan oling mana shu yerdan oling molni. Mana shu yerdan ko'ring. Shunday nagli ko'rinib turibdi mana. Cho'q. Mana jon. Mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, Aslbek kim olsa molda baraka topadi. Sen hadi maqtash basu, mollar maqtashga argizib. Endi aka birinchidan mol o'zini o'zi maqtab turibdi. Endi akalar bularda haligi bo'ybasti ham kichkina emas, bo'ybasti ham bor mollar. Kichkinaligi yer mitti mol emas. Aslida buni narxi 50 million, 52 million bas. Yopishtirib 47 million 500 ming so'mdan kami bor.
47 million 500 ming so'm. 500 ming so'm. Bozoriga ham atrofiga solishtirib olib, hamma joyda ko'rib olsa ham mayli. Uchalasini juplab olsa, yo agar Juplab olsa 47 million 500 ming so'm. отдельно olsa, Отдельно olsa 1-2 million raznica qiladi. aha, raznicasi bo'ladi. Mum bilan buni farqi bor. Endi pashti bir xil o'zi. Asli pashti bir xil, jicha raznicasi bor. Olinish narxi bor tomonlar. Shu, xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Ostini qarang akalar. Shuni olgan odamga Samarqandgacha dastavkasini qildirib beramiz. Samarqandgacha. Bitta tushib gapirib bering aka. Bitta olgan odamga vodiy bo'ylab dastavkasi biz. Qo'lni bering. Qancha dedik? 47 million 500 ming so'm. 47 milliondan deyavering, qolganini Bo'ldi, 47 telefon million. qilgan odamga yo'lini qilib tushib beraverasiz, ha? Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Mana, tortinglarchi uchalasini birdaniga. Torting chiqani. Mana. Ko'rsatib qo'ying, bir oyog'ida, bir yetidan nuqsoni yo'q bunlar. Uchalasi bitta zagonda yuraveradi, ha? Zagonga qo'yib yuborib boqaman degan akalarimiz uchun. Mana akalar. Kallalarni ham ko'rsatib. Mana joningiz sog' bo'linglar, ko'ringlar. Mashinaning ikkasini kirgizib aslida. Ha, Gap yo'q, mana. Mana shu Aha. kirgizib yuboravering aka, bu ko'rsatib bo'ldi-ku deyarli, hamma yo'g'ini. Ha, endi bu haligi to'lg'oq tutib turgan narsa, ko'p qiynamaylik buni. Mana navbatdagilarni boylayveringlar bular. Endi navbatdagilari ham qarang, shoxlilari ham uchovi bir-biriga taqda. Bular ham uchalasi bir-biriga. Shu orada mana biz bitta tayyor tuqqanni ko'rsataylikmi? Tayyor tuqqanni ko'rsatib qo'ymasan? Mana buni orqalarini qarang aka. Joning sog' bo'lgur, korobkasini qarang mana. Juda yilli va Mashallah. Nima, aslida mana bunisi mana. Birinchi qoringa, Tayyor tuqqan. birinchi qoringa bolasi urg'ochisidan Estonga semental gibrid uka. Estonga semental gibrid. Turi so'skasi akalar 4 joyda. Orasi o'sha bir qarch ochiq mana. Ha. Yetilaverinchi aka? 2 kun bo'ldi tuqqaniga. Hozir og'izda. Ha, hozir kunda og'izda. Gap yo'q. Sutni beraveradi aka. Endi akalar avvalo ko'p bo'ladi aslida. suti og'zida bo'ladi avvalo akalar. Qarasa o'sha bersalaring Bolasi ham ko'ryapsiz mana. Beraveradi. Tashkentda endi olaga qo'yilgan. bola lekin ancha katta tug'ilibdi. Bolasi hozir og'izida. Sog'yapti, 3 mahal 4 mahal sog'yapti uka. Sut beryapti. Endi mana og'izdan ajratib nima bo'lsa, xudo xolasa 25 dan sutda beraveradi. Inshaalloh. 30 taga qadar beraveradi mashina. Bo'y aka, mana shu bo'yin necha chiqadi? Birov Bo'yi 150 plus. 50 kilo chiqadi, ha? Mana akalar. Bunaqalar ko'ryapsiz uka. Bunaqa noyob sortdan, tabum sortdan. Shunaqa. Sementalga estonga Olani birisi. topib olish oson. Aslida bunaqani ko'ryapsiz, topib bo'lmayapti. Yaxshi. Shunaqa. Oyoqlarni ham ko'rsating, stakan tuyapti. Mana oyoqlari, hurmatli obunachilar. U charchagan molmas. Aslida narxi oldi qochisi yo'q. 50 million kami bor. 50 million kam bor, ha? Mana ostida qarang, janovorni kuchli yuvoshman, bunaqa. Buni qayergacha dastavka qilib beramiz? Qasham mollar bilan kelsa, aytgan joygacha dastavka qilib beraveramiz. Juplab olishsa, xudo xolasa, ishimiz tez bitadi. Aslida Inshaalloh. Qani? Qani? Bo'zay. Hali kura ham yorgan. Kuragam yormadi. Endi yorishni harakatda ekan, bittasi chiqish harakatda. Qoyil lekin. 4 ta kuragi bo'lsa kerak deb turganimmi? Yo'q, bo'zay. Bo'zak Biz ekan. aksariyat yosh molga urg'u beramiz. To'g'risi. Yoshiga urg'u Bitta beramiz. yarimta bomb bo'lmasa, ikkinchi tug'ish bo'lmasam yo'q. Endi lekin o'sha ikkinchi tug'ish bo'lganda ham juda haligi nimasi bo'ladi-da. Kecha kuni ham ko'rdik-ku. Xudo xolasa, Bitta eng kuchlisi. ha. Xudo xolasa kelishaveradi, yo'lida qilib sotamiz. Shu paytgacha aytgan narximizga sotganimiz yo'q. Kamini qilib, dastavkasigacha qilib olib bortirib beryapti. Endi bitta narsada mirosaviy madora deydi-yu. Misol uchun siz ozgina o'tasiz, u aloqaga chiqqan odam ozgina qo'shadi. O'rtada kelishilinadi. Misol uchun akalar negativlik qilmasdan, endi har xil inson bor. Avvalo molni qadriga yetinglar akalar. Bunaqa qilib tayyorlashni o'zi oson emas akalar. Kechasi bilan mana uxlamasdan akalarimiz mehnatni qilib chiqqan. Yaxshi molni qadriga yetib olamiz biz ham. Birovni uyiga borsak, birov fermasiga borsak, yaxshi molni qadriga yetamiz. Past so'rab unaqa olmaymiz. Mehnatiga pul so'raydi akalarimiz ham. Dunyo pul qo'ymaymiz ammo. Endi buni olgan odamlar ham akalarimizga aloqaga chiqib kerak bo'lsa rahmatlarda aytishyapti.
Endi Mana. qo'limizdan kelgancha bitta odamga ham Samarqandgacha dastlabkasini qildirib beryapti. Faqat 1-2 kun aqabaqa bo'lib qolyapti. Bu yoq, ha. Misol uchun, haligi sherik bo'lsa buni. Sherik bo'lib qolsa, yengilroq bo'ladi akalarimizga ham. Endi mana shoqlilarga navbatni beraveramiz. Baholasi. Ha, buni bitta sog'ib ko'rsatib beraylikmi shu orada, birovni. Bo'lmasa keling. Birato'la. Mana bularni keyin ko'rsatamiz akalar. Mana bu joning sog'lig'i ham juda go'zal sifat narsa ekanda, lekin turishini qarang-da buni. Gap yo'q. Mana hozir o'ta zo'r. Idring chiqani? Hurmatli obunachilar, mana tenda turlar tutagini ko'rsatib sog'ib maqt. Aslida bu apparatga ham o'rgatilyapti. Apparatga ham qo'lga ham tek turaveradi. Hozir to'g'ri yerlarda ko'rsatib bersin, berib oladi. Abror aka, endi bu haligi nimada birinchi tug'ishda o'zi tarbiya bo'ladi asosan, ha, to'g'rimi? Yuvoshligi yuvosh. Haligi o'zi bu endi nima olib turadi-da, baribir ishig'iga sal g'ashiga turadi, Mana lekin bezlarni ko'ryapsizmi? Mana bezlarni. mana tepadigan mol bundan yaqinlashtirmaydi. dangir-dungir qilib tashlaydi, ha. Jonivor. Endi sekin akalar bir 4-5 kun oralig'ida o'sha bezlari qaytadi. Sekin o'sha. Ko'rsatdingmi buni? Ko'rsatdigan. Buzoq ekan, men bir 4 kurak bo'lsa kerak deb turgandim. Buzoq ekan. Xudo xolasa yaxshi bo'lmasa Mana akalar. Judayam chiroyli. Aha, endi bu Shoqli variantlari. Abdubbor akamiz o'zi haliga yaxshi ko'rib boqadigan mollari. Joning sog' bo'lsin. Mana. Juda yerga yaqin mol ekan, ha bu, ha? Jonivor. O'tayam. Hozirdan so'ragan. Boraga qorovlan qakka berdik. Qorovlan qakka berdik kattadan. Qorovlarni Samarqandga berdik. Samarqandlik akalarimiz qo'ymaydi-da, shunaqa sifatlisini bor. Joning sog' bo'lsin. Lekin aka kuchli mol-eda, lekin haligi mana shu qoringadir. Baraka topsin, u haqiqatda rosa havas qiladigan mol. Akalar bu mollar ham xudo xolasa ko'chat, hammasi xudo xolasa bir-biridan zo'r. Sifatlik yaxshisini olib kelib, mehnatini qilib, qarovini qiladi akalar. Arzimas shu mehnatlarga akamizga otangga rahmat deb qo'yasizlar akalar. Oson emas bunchalik qilib, chiroyli qilib olib chiqmoq. Bu juda katta mehnat talab qiladi, o'ziga yarasha aka mashaqqati bor. Ikkinchisi. Bu mana buni qaranglar. Mollar o'zi kelishi ham o'zi bundaroq ozgina pullarga kelmaydi akalar. Bu akalarimizdan mehnatini qilib, ozgina bir qilgan mehnatiga nima qilgani xolos akalar. Endi mana ko'rsating uka. Voy mashalloh. Ostilarini ko'rsating bir boshini. Mana. Eng yetugi mashinasi. Mashalloh. Hozir bu akalar, xo'p. Haligi shoxli bilan to'qol ishqozlari bo'ladi-yu. Asartmen bo'ldi-da aka. Mana bunisi xudo xolasa 10 kunligi bor. Mana bunisi 10 kunligi bor. Sherigini ko'ryapsizmi? Fatima Zuhro bular. Sherigini ko'ryapsiz. Mana bunisi endi mana bunisi xudo xolasa bir hafta. Gelin solganini ko'ryapsizmi? Lakkillab turibdi. Bir haftami yo ozginasi bormi? Mana bu haligi Bir haftadan jichi o'tadi. o'tadi, ha? 10 kunligi bordir. 5-4 marta vaqti bo'ladi, ta'sir. Mana. Lekin akalar, mana shu so'skalariga hamma yo'g'iga ahamiyat beringlar. Hammasi akalar bir xilda mana. Oraslari ochiqligi. Katta mollar, kichkina mollar bas kelgan Silvi. Shunaqa. Kelib tepasida ko'rib olishsin. Avvalo kelib ko'rib oling. Akalar videoda balkim kichkina ko'rinib qolar, balkim katta ko'rinib qolar. Kelib ko'rib olsalaring ayni muddao bo'ladi akalar. Haligi mollar Silvi. Tapalaligini ham ko'ryapsizmi? Yeni. kelib ko'rgan odam aka mencha quruq qaytib ketmasa kerak. Qaytib ketmaydi. Misol men mol oladigan bo'lsam, bir mol olish niyatida bo'lsam, men olmasdan chiqib ketmayman-da. Kallasini Mashalloh. Mana. Mana akalar. Aka bo'yini bitta o'zingiz xolis ayting. Qilimiga to'g'ri. Bo'yi 150. 145 plus 150 ash plus. 145 bilan 150 da 150 da atrofida. orasida akalar. Ha, kallalarni ham deb o'tib qo'ying. Mana kallarni ko'ringlar. Kallani o'zi 1000 dollar. Ayrim mollar emasdan. Aha. Tashaki mol emas. Mana akalar. Mana jonivor. Qosh ko'zi hamma yo'g'i bir-biridan go'zal. Joning sog' bo'lgirlar. Abdujobbor aka,
ishqibozlariga nechi pul aytamiz aka? Kelishtirib, yopishtirib. 50 million 48 million yo'q aslida. 46 milliondan kami bor. 46 milliondan Kami bor. kami ko'p aka. Ko'p, endi ko'p desa 50 milliondan aytishimiz kerak-da. Buni ham o'zimiz narxi bor, olinish narxi bor aslida. To'g'ri aka. To'g'risida. Kami bor, savdo qilib olishi Kami bor. Savdo bo'laveradi, ha? Savdo qilib olaveradi. Bizga ham ko'pchilik hali. Savdogarning mahoratiga bog'liq endi qancha arzon yo'lida qilib olish. Xudo Xolasa, olgan odam baraka topadi. inshaalloh baraka topsin. Oyoq qo'llari butsiz kasb. Endi aka, mana shuncha pulni sanab berish ham oson emas, sizlarga ham oson emas. Avvalo shu murosa madora. Kelishilgan holatda akalar Sotamiz. Telefon sotishadi. Maqsad sotish, bega olib chiqib haligi maqtanish uchun chiqilgan yo'q. Maqsad sotish. Sotish. solishtirib olaversin atrofga. Behjola. Ha, kelin mendan olsin demayman shu. Atrofga solishtirsin. Narxni. Qayerda arzon bo'lsa o'sha joydan, ma'qul kelgan joydan olsin. Endi aka, Muhimi sifatiga nima? Sifati yosh, muhimi birinchi tug'ish, ishlab chiqmagan mollar. Asosiysi. to'g'ri. Hurmatli obunachilar, bo'ldi yakunlayveramiz aka. Ha. Bo'ldi. Bitta yurgizinglar mana shu uchalasini juplab. Bitta yurgizamiz. Bitta shuni aylantirib ko'rsatib beraylik oyoq qo'llarini. Keyin yakunlayveramiz. Hurmatli obunachilar mana. Ko'ryapsiz mana. Keyin Mana. qarang. Yoshligini ko'ryapsiz mana. Anaqa tepag'ich yoki usag'ich. Mana akalar. Ko'ryapsizmi? Birida ag'ansizdir janob. Mana jonlar. Lekin yuvoshligi gap yo'q aka. Mana bitta mana shu yerda bir kuruga aylantirib olib o'taylik. Mana. Yuvoshligi gap so'z bo'lishi mumkin emas akalar. Ostda ham ko'raveringlar. Ko'rsatib qo'yaylik, keling. Ko'rsataylik. Ishini ko'rsatib ketib ko'rdingizmi? Bo'zoq. Endi bittasini chiqaring. Monsuni ishi. Gap yo'q. Narigisini aylantirib bering endi. Monsuni ham bittasini ko'rsataylikmi? Bular boshi ham pastga bir xil bo'lishi kerak bular. Aytdim-ku, eshitchiring. Mana bunisi ikkita ekan mana. Bitta tortib bering shuni ham. Yo'q, Aka. egizayda bu. Bir kurukdan aylantirib qo'yaylik. Yetalavering. Mana billarni ham ko'ringlar akalar. Juda go'zal. Mana. Qaqor kilo. Mana shu oradan solavering. Mana. Endi akalar yeyish ichishiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yemasa, ichmasa o'zlaringiz bilasizlar, bu holatda chiqmaydi, bu holatda turmaydi. Mana. Ana jonivorlar. Endi Narigisini ham ko'rsat. mana ko'ringlar. Bu o'zi bir bo'lakcha narsa ekanda bir. Akalar, Mana yuvoshligini ko'rsating. Bu vali so'zkalarni qarang, oraliqlarni ko'ryapsizmi? Keng. mana. Bitta tishini ham ko'rsatib beraylik, mashina. Mana. Bitta mashina qoldi. Mana Asilbek. Keling. Ikkita ko'ryapsizmi? Kam beryapsizmi? 4 kuruklik mol ham yo'q ekanmi? Kam berdingizmi? Ha, ana turkurak dedim, kuragi yo'q ekan unda. Jonivor. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, atrofga solishtiringlar. Narx-navoni ko'ringlar mana. Mana shunaqangi mol bo'lsa, o'sha xuddi shunaqasiga solishtiringlar-da, lekin haligi o'rtacha molga solishtirib, narx qimmat ekan deb hayollarni chalg'itmanglar. Mana. Yaxshi mol har doim yaxshi pul bo'ladi, lekin yo'lida qilib berishadi. Olaveradi. Yaxshi molni ish qilib o'zi biladi. To'g'ri. Hali. Yo'l tashlaydi. Mana. Ana janob. Ana joning sog'. Ana. Qo'yil. Ko'ngilni bir joyga qo'yib akalar, 12 ta viloyatda aloqaga tushsalaring, 12 ta viloyat iqlimiga sho'radi, olgan odam maza qiladi. To'g'ri. Mana shu gapingiz aka to'g'ri. Endi haligi misol voha tarafga aksariyat mashina olyapti aka, rossiyskiy paroda. Issiqqa yaxshi deydi-da bu, to'g'rimi? Hisobga ham berdim mollarni. Ko'p beryapti shu taraf. Ana akalar. Xorazmga cho'rab bordik bunaqa. Endi hozir misol tanlab olishga bo'lsa, Picha ransa qiladi. shunaqa razницasi bo'ladi. Misol uchun mana bu o'rtadagi ozgina kechkiroq akalar. 10 kun, 15 kun xolos. 10 kun, 15 kun. Shunaqa, raznicasi shunaqa. bo'ladi. Lekin bulardan ortiq bo'lib ketishi mumkin-da. O'sha tomoni bor. O'zi mana shu 10 Lekin xudo kunlikda xolasa juplab olsa. 10 kunlikda juda boshqacha bir os soladi, juda hali nima qilib yuboradi.
Hurmatli obunachilar, salomat bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Shu mehnatimizga ozgina qadrlagan nimada lakni bosib qo'ysin. Joni sog' bo'lsin. Elga, xalqqa manfaati tegadigan har safar shuna zo'rlarni olib chiqib ko'rsatib berish nasib qilsin uka. Hammani uyida mana shu mollardan uka bitta bas 100 tadan bo'lsin uka. Inshaalloh. Niyatimiz shu. Xudo xolasa sog' bo'lsin. Keyingi videoda kutishsin, yaxshi zo'rlardan bor keyingi videoda ham tayyorlab qo'ygan mollar. Salomat. Kelishaveradi. Ko'ngilni to'q qilib, o'sha fermer akalar 10 ta oladimi, 20 ta oladimi kelishaveradi. Joni sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar akalar.